Honore de Balzacning Goryot asari 1834-yilda yozilgan asar bo'lib, bunda burjuaziyaning qonunlari, ya'ni shafqatsiz ko'rinishini tasvirlab beradi. Bu asarda Goryo ota qizlariga juda mehribon ota bo'lib, unda o'sha boy vaqtida hamma tomonidan hurmatda, e'tiborda bo'lgani va keyinchalik o'sha boyliklaridan ajralib qolgandan so'ng esa hech kim unga qaramaganligi, hatto o'sha dafniga qizlarining ham kelmaganini ko'rishimiz mumkin. Bunda Goryo otaga Rastinyak ismli yigit yordam beradi, ya'ni uning o'sha ahvolga tushib qolgani va uning keyinchalik ham o'sha dafn marosimlarida dafn etishiga qizlarini chaqirib kelishida ham o'sha Rastinyakning xizmati katta bo'ladi. Goryo ota o'zi juda mehribon ota bo'ladi, ya'ni o'zidan ko'ra ham qizlarini ko'proq o'sha qizlari baxtli bo'lishi uchun yashaydigan ota hisoblanadi va umrining oxirigacha ham qizlarim deb yashaydi. Lekin o'sha umrining so'nggi daqiqalarida qizining, o'sha ikkita qizi bo'ladi, o'sha ikkita qizi ham uning vafotiga kelmaganligi bu asarda juda katta fikrga ega fikr qoldiradi odamlarda. Ya'niki insonlar o'sha faqat boylik bilan emas, ularning his-tuyg'ularining o'sha boylikka qarab belgilanishi, mehr-muhabbatning ham o'sha boyligiga qarab belgilanishini ko'rishimiz mumkin.